Xitoylik qiz yangi uy olishda boshlang'ich to'lovini qilish uchun bir vaqtning o'zida 20 nafar yigit bilan munosabat qurgani aniqlandi. South China Morning Post nashriga ko'ra, mamlakatning Shenzhen shahridan bo'lgan ayol tug'ilgan kuni munosabati bilan har bir oshig'idan bittadan yangi iPhone'ni sovg'a sifatida taqdim etishni so'ragan. Qiz tuzgan rejasi amalga oshgandan so'ng qo'lga kiritgan barcha telefonni sotgan va $17,000 mablag'ga ega bo'lgan. U ushbu pullar bilan yangi uyning boshlang'ich to'lovini amalga oshirgan. Ayolning hamkasblari esa ofisda kam maoshga kotiba bo'lib ishlaydigan qizning uy olishidan hayratga tushgan. Tekshirish ishlari boshlangach, elektron qurilmalar sotish bo'yicha onlayn platforma vakili bitim faktini tasdiqladi. Ayol bizga 20 ta yangi telefon sotdi. Ularning aksariyati hatto ochilmagan deya ta'kidlagan u. Doimo xushmuomala va do'stona ko'ringan qizning firibgarliklari fosh bo'lgach, kompaniyada uning ishdan bo'shatilishi haqida mishmishlar tarqalgan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan yoki qo'zg'atilmaganligi hozircha noma'lum. Eslatib o'tamiz, qizlarga ushbu usulni sinab ko'rish umuman tavsiya etilmaydi.